Erkaklar aka-ukangiz bilan bitta xonadonda yashaysizmi? Erkak bo'ling, bolangizga nimadir olib keldingizmi, uni bolasiga ham olib keling. Alloh sizga ziyoda qilib beradi. Ehson mukofoti faqat ehson. Eng yomon narsa shu-da, ani o'sini bolasi uchalasi bittadan baland ko'tarib chiqadi-da. Buni bolalarni ham yegiz keladi, lekin buni ota-onasi hozir sharoiti yo'qdir yoki bo'lmasa bormagandir. Bolaga tushuntirib olmaydi. Mana bolam 10 ming pul, men senga ertalab banan olib beraman. Ertalabgacha o'ksinib chiqadi bolani qalbi. Turadigan bo'lsa 10 ming ham turmaydigan bananni deb siz farishtalarning qalbini og'ritib chiqasiz ertalabgacha. Vijdon qiynalmaydimi, vijdon? Bu ish ko'proq xotinlik qiladi. Eri 1 kilo olib keladi, shu 5 ta bolaga yetadi, 2 tasini olib beradi, qolganini bekitib qo'yadi. Unaqa qilmang. 3 kun yemasa qorayib ham qoladi. Hech qachon bola ajratmang. Allohning oldida javobini bera olmay qolasiz. Siz uyingizga kelibchi, sizni dasturxoningizdan bitta bo'ling non yesachi, do'ppizni osmonga otib yuboring, hop. Agar o'zingiz bola sizni uyingizga chiqib, dasturxoningizdan bitta non yesa, qo'lini o'ping, nonni olib yegani uchun. U dunyoda buni savobi katta. Chunki qaynakachingiz bolasi kelib 3 kun sizni uyingizda yashasa boru, uni qachon ketadi, jonga tegdi demang hech qachon. Eringiz unga bir narsalar olib bersa, demang, qizg'anmang. Rosa savobi katta bo'ladi buni. Rosa savobi katta